هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ahzab tefsiri 41. ayette başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ahzab suresi 41. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey müminler, Allah'ını köp yad kılınlar. Onunla etigen akşamda tesbih eytanlar. Çünkü bu iki vakitte periştiler düşüp turganlıktan o vakitlarının evzili hesaplandı. Allah sizlerini karanlıktan nurga, yani gumrahlıktan hidayetke çıkırış için sizlerge rahmet kılıp durdu. Onun periştileri sizlerge mağfiret talep kılıp durdu. Allah müminlerge nahayeti mehribandır. Ula Allah'a mulakat bolgan günde ulağa Allah tarafından yollanadigan salam sizlerge amallık bolsun degan sözden ibaret. Allah ulağa esil mukafat tayyorladi. Allah Taalaga köp zikr etishning fazilati. Zikr etishda müminlerge köp savab ve yaxshi oqibat bolganligi uchun Allah Taala mümin bandilarini özleriga xilma-xil ne'matlarni, türlük yaxshiliklarni ato qilguchi, büyük ve yüksek Rabbiga köp zikr etishga buyurdi. İmam Ahmed Abdullah ibn Busirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalomning yeniga ikki a'robiy kelib, biri ey Allohning payg'ambari, qaysi insan eng yaxshi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom ömrü uzun, amali yaxshi bo'lgan odam deb javob berdi. Yani biri ey Allohning payg'ambari, islom ahkamlari haqiqatan ko'payib ketdi. Meni bir ishga buyrug'in, men uni ching tutib qilay dedi. Payg'ambar alayhisalom tiling hamisha Alloh taoloni yod etib tursin dedi. İmam Ahmed Abdullah ibn Amr radiyallahu anhumadan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah yod etilmaydigan o'ltirishga qatnashgan kishilar, Allah yod etilmaydigan o'ltirishga qatnashgan kishilar qiyomat kuni o o'ltirishning o'zlariga faqat hasrat ilib keladiganligini ko'rdi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radiyallahu anhumaning Allah Taala'nın Allah'ını köp yad etinglar degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala haqiqatan bandalarga birer farzni farz qilsa, uningga ma'lum chek-chegarani bekitdi. Ondan o'zrilik ahvolda uni ado qila olmaganlarning o'zrisini qabul qildi. Allah'ını yad etish buningdan mustasnodir. Allah Taala haqiqatan zikriga tugaydigan chek-chegara bekitmadi. Allah Taala haqiqatan zikrida tugaydigan chek-chegara bekitmadi. Uni tark qilishga zo'rlangan odamdan boshqa hech odamning o'zrisini qabul qilmadi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Öğrü turgan, ol turgan ve yatkan altınlarda Allah'ını yad etinglar. Allah sizlerge düşmanlarga karşı yardım berişi mümkün. Keçi yoki kunduzda, quruqliq va dengizda safarga chiqqan va muqim turgan vaqtlarda
boy va kambag'al chaqlarda, kasal va sog'lom ahvollarda, yoshirin va oshkor holatlarda, yig'ib aytganda har qanday ahvolda Allohni yod etinglar deganlikdir. Subhanalloh. Uningga atigan oqshomda tasbih aytinglar. Chunki bu ikki vaqtda farishtalar tushib turganlikdan u vaqtlarning avzili hisoblandi. Agar sizlar shunday qilsanglar, Alloh sizlarga rahmat bag'ishlaydi. Uning farishtalari Alloh taolodan sizlarga mag'firat tilaydi. Alloh taoloni yod etishga qiziqtiradigan hadislar, oyatlar va rivoyat qilingan asarlar intayin ko'pdir. Bu oyat karimda Alloh taoloni ko'p yod etishga qiziqtirildi. Uningga atigan oqshomda tasbih aytinglar. Chunki bu ikki vaqtda farishtalar tushib turganlikdan u vaqtlarning afzali hisoblandi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: sizlar oqshomda va atiganda Allohga tasbih aytinglar. Osmonlardagi, zimindagi hamd sana, kech va zuhur vaqtlaridagi hamd sanoning hammasi Allohga xosdir. Allah sizlarni qorong'ulikdan nurga, ya'ni gumrohlikdan hidoyatga chiqarish uchun sizlarga rahmat qilib turdi. Ya'ni bak Allah sizlarni yod etdi. Sizlarmi uni yod etinglar. Bu oyat kishini Alloh taoloni yod etishga tashabbus qiladi. G'olib va buyuk, g'olib va yuksak Allah bu haqda mundaq degan: shuningdek, ya'ni sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazganimdek, o'z ichinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib berdigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni dinni, ahkamlarni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganlaringlarni bildiradigan bir payg'ambar avatdiq. Meni taat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, men sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar, noshukirlik qilmanglar. İmam Buxoriy payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh mundaq deydi: kim meni o'zi yolg'iz yod etsa, men uni o'zim yod etaman. Kim meni jamoatning ichida yod etsa, men uni uningdan yaxshi jamoatning ichida yod etaman. İmam Buxoriy Abu Aliyaning mundaq deganligini rivoyat qildi. As-salat degan so'z Alloh tarafidan bo'lsa, Allohning bandining farishtalarga maqtishini ko'rsatdi. Abu Ja'far Roziymu Rabi ibn Anasdan Abu Aliyaning mushuning o'xshash deganligini rivoyat qildi. Boshqalar as-salat degan so'z g'olib va buyuk Alloh tarafidan bo'lsa, rahmatni ko'rsatdi dedi. Bu ikki so'zning orasida zidlik yo'q deb qaraldi. Ammo as-salat degan so'z farishtalar tarafidan bo'lsa, insonlar uchun duo va mag'firat talab qilish ma'nosida keldi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: arshni ko'tarib turgan va arshning cho'risidagi farishtalar Robbiga tasbih etadi. Hamda etadi. Uningga iymon etadi. Mu'minlarga mag'firat tilaydi. Ular aytadi: Rabbimiz, sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Tavba qilganlarga va sening yo'lingga ergashganlarga mag'firat qilgin. Ularni davzax azobidan saqlagin. Rabbimiz, sen ularning ota-bobolaridan, ayollaridan, avlodlaridan yaxshi bo'lganlarni ularga va'da qilgan mangulik jannatga kirgizgin. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qiluvchisan. Rabbimiz, sen ularni yomon ishlardan saqlagin. Sen kimni yomon ishlardan saqlaydi ekansan, shubhisizki
bu kunda sen uningga rahmat qilgan bo'lsan. Bu cho'ng baxtdir. Allah sizlarni qorong'ulikdan nurga, ya'ni gumrohlikdan hidoyatga chiqarish uchun, ya'ni Allah o'zining sizlarga bo'lgan rahmati, sizlarni farishtalarga maqtishi, farishtalarning sizlarga mag'firat talab qilishi sababi bilan sizlarni bilimsizlik va gumrohlik qorong'uligidan hidoyat va ishonch nuriga chiqardi. Allah mu'minlarga dunyo oxiratda nihoyat mehribondir. Ya'ni Allah dunyoda mu'minlarni boshqalar nadonlik qilib bilmagan haqiqatga boshlaydi va mu'minlarga kufrga yoki bid'atga chaqiradiganlar va ular ergashgan pastkashlar izib ketgan va burilib ketgan yo'lni emas, balki to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Oxiratda bo'lsa Allah ularga marhamat qiladi. Cho'ng xavfdan amin qiladi. Farishtalarni ularning jannatga erishganligi va do'zaxdan qutulganligini haqidagi xush xabar bilan qarshi ilishga buyurdi. Bu faqat Allohning mu'minlarga bo'lgan mehr shafqati uchundir. İmam Ahmed Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom bir bo'lik sahobalar bilan bir kichik bola tug'an yo'ldan o'tib ketyapti. Odamlarni ko'rgan ana balasining dasilib ketishidan qo'rqib, o'g'lim deginicha yugurib keldi va bag'inicha o'g'lini qo'liga ilib oldi. Odamlar: "Ey Allohning payg'ambari, bu ayol o'g'lini hargiz o'tga tashlamaydi, dedi. Payg'ambar alayhisalom ularni past so'zlashga undadi va mundaq dedi: "Yo'q, Alloh bilan qasamki, hech odam o'zining so'yimlik odamini o'tga tashlamaydi." İmam Buxoriy mu'minlarning xalifasi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom o'ljiga tushganlar ichidan bir ayolning o'z bolasini ilib, uni bag'riga bosganligini va uni emitayotganligini ko'rib, "Sizlar bu ayolni o'z bolasini o'tga tashlaydi deb o'ylamsizlar?" dedi. Biz: "Yo'q, Allohning nomi bilan qasamki, u bolasini o'tga tashlamaslikka qodirdir" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Allohning nomi bilan qasamki, Allah cho'qim bandalarga bu ayolning o'z bolasi qilgan mehribonligidanmi bakir mehribondir" dedi. Ular Allohga muloqot bo'lgan kunda ularga Alloh tarafidan yo'llanadigan salom sizlarga omonlik bo'lsin degan so'zdan iborat. Ya'ni Allah ularga salom berdi. Bu vaqtda g'olib va buyuk Allah mundaq degan: "Mehribon Rabbi tarafidan ularga salom berildi." Qatada bu oyatning ko'z tutilgan ma'no haqida mundaq dedi: Ahiret yurtida Allah Taalaga muloqot bo'lgan kunda ularning ba'zisi amonlik tilab salom qiladi. Bu vaqtda Alloh Taala mundaq degan: ularning jannatdagi duosi: "Ey Rabbimiz, biz seni pok deb e'tiqod qilamiz" deyishdan iborat. Ularning jannatda bir-biriga beradigan salomi ahli do'zax chekayotgan azobdan amon bo'lg'aysan, ya'ni assalomu alaykum deyishdan iboratdir. Ularning duosining oxiri jami hamd sana olamlarning Robbi Alloh xosdir deyishdan iboratdir. Allah ularga esil mukofot tayyorladi. Ya'ni jannatni va jannatdagi ko'z ko'rib bakmagan, quloq anglab bakmagan ne'matlar, insonning diliga kechib bakmagan yemek içmeklarni, kiyim-kechaklarni, turalg'i joylarni, ayollarni, turli lazzatlarni va chiroyli manzillarni tayyorladi. Ey payg'ambar, seni biz haqiqatan guvohchi, bishoratchi, ogohlantiruvchi, Allohning izni bilan uning birligiga, toat ibodatiga da'vat qilguvchi va nurli chiroq qilib avatdik.
Mu'minlarga ularning Allohning buyuk ehsoniga erishadiganligidan xo'sh xabar bergin. Kafirlarga va munofiqlarga itoat qilmagin. Ularning san qilgan azar kulfatlarga parvo qilmagin. Allohga tavakkul qilgin. Allah onunğa tevekkül qılğanlarga yeterlikdir. Peygamber aleyhisselamның sübətləri doğrusida İmam Ahmed Ata ibn Yasari'nin mundaq deganligini rivayet qildi. Men Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma bilan görüşüp onunğa Peygamber aleyhisselamның Tavratdagi sübtidan maňa dep bergen dedim. O boludu. Allah nam bilan qasamki o haqiqatan Qur'ondagi ba'zi sifatlar bilan Tavratda mundaq sifatlangandir. Ey payg'ambar, seni biz haqiqatan guvohchi, bishoratchi, ogohlantiruvchi, savodsizlarni saqlag'uvchi qilib avatdiq. Sen mening bandam, payg'ambarim, seni tavakkul qilg'uvchi deb atadim. Sen qo'pol, qattiq qo'l, bozorlarda varang-cho'rang selib, barang-cho'rang qilib menib yuradigan bilimsiz kichik boladek odam emassan. U, ya'ni payg'ambar alayhisalom yomonlikni yomonlik bilan qaytarmaydi, lekin afu qiladi, kechiradi va uningdan o'tib ketadi. Alloh taolo izib ketgan millatni uning bilan to'g'ri yo'lga solmoqcha, ular Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir demigicha kalima tavhid bilan kör gözlerini, pak kulaklarını ve gafil dillarını açmağıca onu herkes kabzırıq kılmaydı. Dedi. İmam Bukhari bu hadisini ilim, setim ve tefsir bablarda rivayet kılgan. Vahib İbni Munabbeh mundaq deydi. Allah Teala hakikaten İsrail avladının peygamberlerden Şəiya deyiladigan bir peygamberge mundaq vahiy qildi. Sen qavming İsrail avlod ichida o'rningdan turgin. Men vahiyni sening tiling orqali so'zlayman. Men ummiylardan bir ummiy payg'ambar avatiman. U qo'pol, qattiq qo'l va bozorlarda varang-cho'rang qilib menib yuradigan bilimsiz kichik boladek odam emas. Agar u qo'mush ustida mangsa, yenik mang'allikdan oyoq tovush anglanmaydi. Agar u chiroqning yenidan o'tsa, seyliq mang'allikdan chiroq o'chib qolmaydi. Qabih so'zni qilmaydi. Uning bilan ko'r ko'zlarni, pak quloqlarni va g'ofil dillarni ochaman. Uningga har qanday go'zal ish uchun muvaffaqiyat ato qilaman. Har qanday esil axloqni uningga beraman. Men uning mijozini ig'ir besiq, şuarını yaxşılıq, qalbini taqvodor, sözünü hikmetlik, tabiitin rastçıl ve vafadar, axloqini afu qiladigan ve yaxşılıqı buyuradigan, şeriatini haqiqat tarixini adolat, yetakchiligini hidayet, dinini İslam ve ismini Ahmet qilaman. Kishilarni uning bilan gumrohlikdan hidoyat qilaman. Bilmaganni bildiraman. Yo'q qilishga yuzlanganlarni qayta rivojlantiraman. Tonimaganni tonitaman. Jamoatni ozdan ko'paytiraman. Yo'qsollikdan beyitaman. Tafriqchilikdan birlashtiraman. Uning bilan firqa bo'lib ketgan ummatlarni, har xil dillarni va chechilib ketgan odamlarni birlashtiraman. Onun bilen insanlardan çoğun bir cemaatni halaketden qutuldurman. Onun ümmetini insanların menfaati için o'tirg'i chiqarilgan eng yaxshi ummat qilaman. Ular Allah'ni bir ve bar deb e'tiqod qilgan, uning ishongan, ibodatlarida ixlos qilgan ve payg'ambarlarim elib kelgan narsalarni tasdiq qilgan holda yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sidi. Ular mescitlerde oturuşlarda, yeniçi yatkanlarda, örülgenlerde ve menzillerde turgan caylarda, turgan çağlarda ulağa tesbihni, hamdü sanani, tekbirini ve kelime tevhidni ilham kılıman.
Ular ör turgan ve olturgan alda bana namaz okuydu. Allah yolunda səp-səp ve qoşun bulup cihat kılıdı. Mening razılıkını talep kılıp yurtlardan davet kılış için menip çıkıdı. Yüzlerini ve kol putlarını yuydu. İştanlarını pacaklarının yerimiğice kiydi. Ulanın kurbanlığı kan kılıştır. Yani koy yoki başka halal hayvan boğuzlaydı. Mukaddes kitaplarını dillarda bildi. Yani Kur'an-ı Kerim'ni yatkı bildi. Keçini ibadet bilen ötküzüdü. Kündüzde yol vasıta güç bilen emgek kıldı. Onun ailesidekilerden, avlatlardan yaxşı iş kılışta aldıraydıganlarını, rastçılarını, guvahçılarını ve yaxşı adamlarını çıkarımen. Onun ümmetini, onundan keyin hakkı başlaydıgan, hak bilen adalet yürgüzdigan kılımen. Ulağı yardım kıyganlarını galip kılımen. Ulağa avaz qoşqanlarga yar yülekti bolumen. Yaman akıbetini bolsa, ulağa qarşı turduğanlarga yoki ulağa qarşı çıqqanlarga ve yoki ulağının qol ilkideki birer närsini tartib bilishqa uringanlarga bermen. Ulani payg'ambariga varislik qilib, Rabbi tarafga chaqirdigan, yaxshilikqa buyuradigan, yomonlikdan to'sadigan, namoz o'qiydigan, zakat beradigan va ahdiga vafo qiladigan kishilardan qilaman. Ularning dastlabidagi kishilar bilan boshlagan yaxshiligini ular bilan oxirlashtirman. Mana bu Allohning fazlidirki, uni xohlagan kishiga berman. Men ulug' fazl egisiman. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Guvahçı, yani Allah'tan başka hiç ilah yok deb, Allah Teala'nın bar ve birlikiga ve kıyamet günü insanlarga ularning amelleri bilen guvahlık bergichi deganlik bo'ldi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Biz her bir ümmetten bir guvahçını keltirgen ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni bularga, yani ümmetin içideki imansızlarga ve günahkarlarga guvahçı kılıp keltirgen çağımızda ularning hali qandaq buludu. Shuningdek, yani sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, yani o'tganki ummatlarga shahid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shahid bo'lishi uchun. Bisharatchi, agahlandırgıcı, yani mu'minlarga to'liq hisob bilan xo'sh bisharat bergichi. Kafirlarni qattiq azobdan agahlandırgıcıdır. Allohning izni bilan onun birligiga taat ibadetiga da'vat qilguchi, yani Rabbingning seni da'vat qilishga buyurganligi uchun insanlarni ularning Rabbining taat ibadetiga chaqirguchi ve nurluq chiroq qilib avatdiq. Yani senin işin ochiq aşkarıdır. Sen ilib kelgan haqiqat kunga o'xshash yo'ruq va ro'shan. Uningdan faqat haq bilan qarshilashqichilarlar Onundan faqat haq bilan qarshilashqichilarlar tanıdı. Kafirlarga ve munofiqlarga itoat qilmagan. Ularning san qilgan azar külpetlerge parvo qilmagan. Yani ularga itoat qilmagan. Ularning da'vatgan so'zlariga quloq solmagan. Ularning san qilgan azar külpetlerge parvo qilmagan. Yani ularni kechirgin, gunohini kechirib etgin. Ularning her bir işi Allah'ın dergahı qaytırıldı. Bu hakikaten ular için kifoyadır. Şuna ulug' ve büyük Allah mundaq deydi. Allah'a tevekkül qilgan, Allah onunğa tevekkül qilganlarga yeterlikdir. Elhamdülillah, yuqorida Sure Ahzab tefsirinden 48. ayetgacha angladinglar.
oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.